Bu bilan chaqdimi? Sevgidan kuydim ben dada. Qayog'ing kuydi, nima bo'ldi? Rekol qilmang dada. Yo, bez prikol nima bo'ldi, bola? Sevgan qizimni boshqa bola bilan ushlab oldi, представляешь? Qo'ya shunga siqilasanmi? Yo, meni nimam kam o'sha bo'ladi. Oshiq, senda ko'p. Qo'y bolam, siqilma, xonangga kir. Onangga aytaman, yig'ishtirib qo'yadi. Tozalab qo'ysam. Ha, tozalaydi. Sen sindiraver, onang tozalaydi, onang nima ko'r. Xayrli tong sevishganlar. Kompot o'g'lim qayerga? Sevgilim bilan uchrashuvga. Kechirdingmi? Gaplashdim, prosta qo'lidan ushlagan ekan, lekin yoqmabdi. Qizga yoqmabdimi? Yo, bola aytdi, yoqmadi dedi. Men ketdim. Sevgilim oliga sevishib kelay. Yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shunisiz. Voy, shu muzikangni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men. Sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi, bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan, hozir sezonda? Prikol qilmang dadam. Bo'ldi, jonga ham tegding, sen bir sevmay ekan. Seni dastingda mana onang bechalarni qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi, hamma narsani sindirding. Dada. Halo, o'g'li zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi, qachon bo'ladi? Sog'lom, xayr. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qiz? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Men sevish kelay. Shunisiz kimga tortdi? Raddonda Nita tortgan. Ha? Aksher Nita tortgan. Kompot bolam sinmaydi u. Nimaga sinmayapti buningiz? Ya uydagi hamma oynalarni sindirgandan keyin polni akva romlardan qo'ydirdim. Ana shovqining qo'shnilarga eshitilyapti ekan. Bu romlarda eshitilmaydi. Baquvvat romlar, ishonchli romlar bu. O'lama, yana nima bo'ldi? Yana zapalmi? Sevgan qizimning rasmlari Telegram kanalida tarqab ketibdi. Voy, bo'lay sharmanda. Qaysi kanalga? Да, любимая. На дома. Сейчас. Сейчас ухожу. Dada, men sevgan qizim bilan uchrashuvga chiqib kelay. Ya soat kechki 1 bo'ldi. Qayerda ko'rishasan? Klubga chaqiryapti. Bemalol gaplashamiz deyapti. Men ketdim. Qaysi klub aka? Shaxmatchilar klubimi? Balli qizlar klubimikin? Yayra kitobxon klubimi? Ya soat 1da qaysi klub ishlaydi? Faqat o'sha klub ishlaydi, turmasi bor. To'yxonani to'ldirib, siylagan siydirib, to'yxonani to'ldirib, siylagan siydirib, boshqa Hey artist, o'chir! Selektorga kirishim kerak. Eshitaman, Davlat Nazarbekov. Ha, Chilonzor bilan Yunusobodda issiq suv bilan sovuq suvni o'chirdik. Hisobotlar tayyor, ertaga yetkazaman sizga. Qo'y, o'zi nima qilarkan? Davlat ishida ishlaydi. Ha. Ayt. Qo'shiqda ayt. boshqa ma'budirim, o'ynakcha o'yna. Bitta turqingizni ko'ray. Abdiz dedi. Ya, xunukcha ekansiz. Yoshingiz katta ko'rinar ekan. Siz ham meni sevimli qahramonimga o'xshar ekansiz. Qaysi? Gargamen. Eshitaman, Davlat Nazarbekov. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Srochni ketishim kerak. Nimaga? Ishxonada dejurstvo ekanman. Bormasam bo'lmaydi. Ha, uydagi dejurствоni kim qiladi? Uni ertaga qilaylik. Yanami? Ona duo qiling. Onam deb o'ylabman sizni. Dada duo qiling, ishga ketishim kerak. Yana ketyapsizmi? Kelin davlat ishida indamang. Yo'ling bexat. Ey xudo, shu gargamenim uyda bir kecha dam oladigan bo'lsin, odamga o'xshab diydoriga to'yay. Kal boshidan boshqa hech narsani ko'rganim yo'q. O'g'lim, ukang to'yini 17-ga belgilasak. Vaqting qanday? Selektorlari bor. 22gacha bolam. Hisobot topshirishlari kerak. 29chi aka. Ay, bir haftaga komandirovkaga ketyaptilar, Nukusga. Ya ohangaron. Uylanmas ekan, andan ya. Artist vaqti bor-da, aya. Lekin manoni vaqti yo'q umuman. Eshitaman, Davlat Nazarbekov. Hozir boraman. Xo'p. Bugun yakshanba, dam oling. Bir kungina dam oling. Nega telefonni otdingiz? Turqingiz qursin. Telefonim-ku mayli. Ichidagi sim karta Mobius edi. Yangi orzu tarifiga ulangan edim. 400 gigabayt internet berayotgan edi. Telefonda gaplashish VP edi. Instagram, Telegram, WhatsAppga kirish VP edi. Meni orzularim-chi? Men ham VP edim-ku.
Bolam, to'yingga 1 yil bo'ldi. Yangilik yo'qmi? Yangilik qayerda bo'ladi? Mana gargameniz har kuni ishda bo'lsa, go'rdan bo'lsinmi yangilik? Erga tegib nima ko'rdim? Uyda ham o'tiruvdim-ku. Bu yerda ham o'tiribman. Ne хочу. Şeker kollarından şerbet içermen Zay, debinga yo'q beshda. Nima yoqadi senga? Rangi ro'ying yoqadi. Беспроводной endi figurang yoqadi. Keyin turish turmushing yoqadi, endi uying yoqadi. Внутрing yoqadi, buni ichki uying yoqadi, qalbingdagi uy yoqadi. Pupsik, voy pupsik. Раз, два, три, четыре. Раз, раз. Jırtillashini ona. O, menga qara. Qachon bo'ladi bu bilan? Men ham shuni kutib o'tiribman. Tezroq bo'lsa uy qolardi bizga. Toshkentda uyimiz bo'lardi. Bir ish deyolmaysan-da. Mana shuni ber, nasmiyat bo'ladi. Aycan dadajon, идите сюда ко мне, иди. Ne kelin behijolat, men raftem уже. Raftem. Dada, tojikcha gapiryapsiz. Ha? Tojikcha gapiryapsiz. Bir пошел уже, пошел. Пупсик мой, ты меня любишь, да? Любишь. Пейте. А это что? Это самогон. Самогон. Пейте, асалчам. Что делаешь? Bo'ldi. Uy meniki bo'ldi. Pam! Ya. Альтату. Men aktrisa bo'lganman. Yo'q, indirlar bo'l. Baba Yaga. O'lmas Kashey. Dvoretsga ketmayapti. 6 sekund. 1 minut. Hozir. Qani kir, qani dog', Bavina, ol shundoq. Bavina, ol shundoq. Mazza qilib vayin ko'rayotganingda reklama qo'yishadi. Hamma joyda shu bavi bo'lib ketdi. Tavba qildim. Пупсик, O, дорогой. пупсик. Это то. Мама! Я приехали. Проституты меня. Это кто творог? Мой сынок. Это его дом. Спасибо, мама. What? Sen nima hind kinolarga o'xshab ovqatga kirib kelyapsan? Shuncha ishni men qildim-ku. Ты кто такой? Я твоя папа! Ты третий личности! Подожди. Ты третий личности! Подожди. Это дом мое! Дом мое! Дом мое, ё-моё! Хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimni? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka. Dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmi yo'qmi? Bor. Shundan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men soch Aka, turibman. bera olmayman. Qoidani buzyapsiz, aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim, aka. Xo'p, Bahodirjon, men Agar qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz. Qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Menga qarang. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang. Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nana? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha dada, berib yuravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Hechkingiz. To'g'ri tushunyapsiz, siz voqelik. Hurmatli podполковник chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishgan bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Qocha syomka qilmay, kim ichibdi, qani ko'raylik. Voy. Voy, sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir. Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiq qayda bo'lardi? Yuring chiqar bu yoqqa. Shippa. Hozir dadajon ozgina sabr qiling.
O'qni avazini kim? Dadamni srochni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladilar. Alo komandir. Takdir bu takdir. Bor bana. Ya bermayman. Ber. Bor bana. Bermayman. Astagfirullah. Jarang qursin. Nima qilyapti u? O'g'lim, kinolarni ko'radi-ku, bosh qahramonlarning obraziga tushib oladi-da. Bugun kimga tushib olding endi? Kimsan endi? Jumon. Sasyonini qutqargani ketyapman. Jumon bo'ladi. Toshmana qiladi. Shahzoda. Yo'q, onangni abayasini kiygansan, bor onang ko'rmasa o'ldiradi, boriqol. Esingdami? Menga hech kimni chinakamiga sevmagansan deganding. Men rostdan Jumsang tirigatinmi? Qachon tirildi? Kino-ku bu, ishonaverasan, Yo'q, onang nima bo'ldi? Kirdi o'sha obrazga. Qanday kiradi bu birdan obrazga, Men Jonsayman, xotiramni yo'qotganman. Sizlar kimsizlar? Bu qaysi kinoni ko'rdi endi bu? Ombak. Nima bak? Ombak. Ombak, bolam, tush endi pastga, tush. Film qayerda? Topib beraman, ombakim, tush bolajonim, iltimos. Hech bo'lmasa suyagini topib beringlar. Ana shuni ham topib beraman, ombak, tush bolam, sharmanda qilma bolam, endi ombak. Ombaklik qilma endi. Qaydan ovoz kelyapti? Tavba qildim, surba ketdi ichidami? Joduga nur kerak. Nur topib beringlar. Sharmanda qilib. Joduni ko'rdingmi? Nur. men baxtiqaro Robinzon Kruzoni taqdir kimsasiz bir orolga. Voy, bolam qani? Ya o'l sharmanda. Bu orolga ketdi, mani Robinsonni ko'rib orolga ketdi bolang. Ay, boring orqasidan qayerdan topamiz? Xavotir olma. Sim kartam Mobius-ku, marza 70 tarifi. Kit Security degan xizmati bor. Shunday bolangni qayerda yurganini shunday ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari 150 gigabayt internet bergan. Telegram, Instagram, WhatsApp, hamma messenjerlarga kirish mutlaqo tekin. Telefonda gaplashishdan VIP. Hozir topaman. Qarang. Bu ona nimaga o'rmon ketibdi bu jinni. Voy. Men Robinzon Kruzo. Odamlarni ko'rmaganimga 50 yil bo'libdi. Qayerda bo'lganda bu? Menga qara. Nima qilib bo'lsa ham Titanikni ko'rsatma bunga. Tushundingmi? Nimaga? O'zini cho'ktirib o'ldiradi bu jinning. Titanik. Yo, Titanikni ko'rsata olmayman bolam. To'g'ri tushun. Sen bizga keraksa Titanikni ko'rsata olmayman bolam. Bitta ko'raylik. Yo, uni ko'rsata olmayman bolam, o'zingni qo'lga ol. Yo, Titanik dema. Xotining namuncha ko'p cho'miladi. Ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib yuboraman. Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milayapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga nakallena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba. Menga qarang. Akangiz xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq uyinamizga oling. Ana makaronkali o'g'liz bor-ku, sizda aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyda o'zini nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacha aytib eshitdim. Voy noshkurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi.
Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiyam chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yes. Da. Ha, Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsa. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bildingsan o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Lekin kalendarga qaradik. Satosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozir do'pa endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishini ko'ramiz. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor, lekin o'zingda ko'rsatamiz. Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-pit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jigiliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Tug'ilmasin bo'lmasa? Ha, rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka, shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik, akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib kelinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor-ku. Mana sherimga kelib keta qo'yaman. Tepyaptimi? Qilib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsin Manchesterga. Bu bo'ladigan, sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim silkallatadi. Ya, onani qornini sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patidi. Gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borki kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyqa emasmi? Yo'q, tozadir. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsiz. Saxiri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjola to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'zini rangini kirishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xalq. Zayn qilib qo'y, xo'p? Onasi yaxshi tug'ib oldingmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'ilman mana deb. Ya, oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men, yashirib. Qanday bildinglar? Bir qo'limda onaman, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu gulingni puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qovurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu guling so'laydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashdi. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bilqillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvat huzurini ko'rasiz dumbangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Qaching? Sadaqa manga, o'zing dumbang yo'q, yana aniq qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey, o'g'lim, shaharga bir kelib qolibmiz, konsertga betob bir kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning yotubiga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori olding? Haligi toksikoziga dori oldim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulma, astag'firulloh. Bugun seni kuning silkilar. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning silkilar. Nima qilganingiz? Sizni sevaman, dada. Senma yo'l.
Nima bu? Nima shuncha xarajat? Shuncha pulni o'rniga Ey dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joyinglar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni ranni brannervoronni qilib olganman. Nimalar bilib bilishimni? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyani Antaliya, Alaniya, Bodrum shaharlariga 50% skidkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsan bolam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antaliyaga borib so'yib, shariklarida ko'rsatay masalan, bitta zo'r chiqadi lekin. Hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman? Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishga qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim, ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Boring, nari qarab gapiring, og'zingizdan chizni hidi keladi bir. Shipshingiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirikoyingiz ko'ta yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku? Mana bali parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xom ashyosida qilingan xotin, hamma hozir reklama qilyapti-ku. Aptini qaraman, xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi, gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kunquk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola, kim eding Lola? Kamil Lola. Ana blogerman, yeridan shashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yerda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazakh uchun edi u. Dadasi! Tavba qildim. Nima qilyapsiz siz bu yerda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men mana Lologa ishonib, aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingizni tutib ketsam yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. Ajrashaylik. Guruch tirikmi? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezradan qilib o'rganganmiz. La'sirda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Men mahonada. Ajrashaylik. Sen nega ichib turing? Bitta plus qo'shmabsan-da, 18 plus bo'lardi. Ajrashaylik. Nimaga? Duxobkalar yaxshimiz ekan. Olib bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxobkada tort pishirganmiz, porsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashaylik. Jimishim. Ajrashamiz, ey. Nimaga yana? Tandiriz qiyshiq nonimni kuydiryapti. Bahona bu, tandir yappa yangi, xo'pmi?
Ajrashaylik, ajrashib ketaylik. Nega? Mana mashinangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Babi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shunday to'g'riga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yurgan bo'taloq. Biz bechora o'zi hali kulida yuvardik. Oppoq bo'lar edi. Bog'xonada. Onangiz ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring debman. Xush kelibsizlar men qanaqa to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Keling. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. Bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurinchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Bu uyda hamma ajrashadi. Bu uyda hamma ajrashadi. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya.